Görüşseniz mümkün. Chiroyli bo'lib turgan Cobalt avtomobili sotuvda do'stlar. Assalomu alaykum. Hurmatli Savat Avto kanali obunachilari do'stlar. Bu maqtasham shart emas do'stlar. 2025 dekabrda ishlab chiqarilgan, 2026 olib haydalgan do'stlar. Polni navrot qilingan, normalniy pul surtilgan do'stlar. Mana даже gul shitillarinacha yonib turadi. Qo'yilgan ish narsalari, kamera qo'yilgan, ichini ham kamera qo'yilgan, video registrator, 4 tana zo'rindan, baland qimmatindan balon ham qo'yilgan, yumshaqidan, buning ichine biletli uстановка qilingan, RS обрисовкалар qistirilgan, plus metan ham qo'yilgan, plus chexol polik ham qo'yilgan do'stlar. Bunday narsalar ham zo'rindan qo'yilgan. Xullas, tayyor avtomobil do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Chexolni ham zo'rindan, qimmatindan qo'yilgan uстановка etilib buni. Chexol qo'yib, ustidan paketini gizib qo'yibmiz do'stlar. Metan ham qo'yilgan. Tayyor avtomobil 2025 dekabrda ishlab chiqarilgan, 2026-yil olinib durgan avtomobil do'stlar, yurmagan. Nomer ham olingan. Родной kraska. Xullas, do'stlar, basib haydidon joyi. Eng qiziqarlilari generalniy devingiz ham beramiz do'stlar. Odingizni o'tirib ertang 1-apreldan keyin qiynalib, bankka borib, kelishuv imzolab, xullas bu narsalar yo'q. Kelasiz, nomingizga generalni yozib beramiz, bemalol haydaverasizlar. Faqat shu shtrafga tushmasangiz bo'ladi do'stlar. Cobalt maqtashi hojat yo'q. Bilasizlar, el suygan avtomobil do'stlar, lekin endi iloji yo'q, maqtaymiz, chunki amallab sotishimiz kerak. Bizning vazifamiz shu do'stlar. Kimda sotiladigan avtomobil bo'lsa, ikkisingizlar bemalol sotib olamiz, naqd pula, xohlasangiz sotib beramiz do'stlar. Hech muammosi yo'q. Tayyor avtomobil narxi 160 million so'm kelishib beriladi do'stlar. Pastda nomerlar turadi, bemalol aloqaga chiqasizlar. Like bosib videoni Cobalt birgalikda tashlab qo'yamiz do'stlar.